Alloh taolo suygan bandalar infoq va ihson qilishda, yaxshilik qilishda me'yor va mezonni biladilar. Vallazina iza anfaqu lam yusrifu va lam yaqturu va kana bayna zalika qawama. Ular ihson qilishda, infoq qilishda, birovga yaxshilik qilishda haddan oshmaydilar, beparvolik ham qilmaydilar. Keragiga keraklicha beradilar. Bu ham o'sha odamning fiqhidan dalolat. Olimlar aytadilar, bu oyatlarni ketma-ket kelishligi, birinchisi, ular viqor bilan yuradilar, so'zda nihoyatda tillariga, nutqlariga diqqat qiladilar. Keyingisi, ular tahajjudlariga qoim bo'lib, Allohning azobidan panoh so'raydilar va bu bilan o'zlari katta ish qilib qo'ydim deb o'zlariga baho bermasdan atrof jamoatga ham, jamiyatga ham muhabbat, mehr, yaxshilik urug'larini sochadilar, yaxshilik qiladilar. Vallazina iza anfaqu, agar ular infoq qilsalar, ihson qilsalar, yaxshilik qilsalar, o'rta miyona nima degani? Ibn Kasir rahimahulloh aytadilar, to'g'ri joyga qo'yilgan butun narsa to'g'ri yo'lga qo'yilgan. Noto'g'ri o'ringa sarflangan bir dirham ham isrof deydilar. Ya'ni o'rta miyona degani lam yuqtiru, baxillik ham qilmaydilar, haddan ham oshmaydilar. Demak, kerakli joyga aytganimizdek keraklicha beradilar. Ular haq joyni biladilar, to'g'ri joyni anglaydilar, topadilar va o'shancha beradilar deb Alloh subhanahu va taolo marhamati ilohiysi bilan bizlarga